Assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Meni ismim Sardor. 92-yilman. Samarqanddanman. Hozir Moskvadaman. Xullas 7-yanvar kuni bizni kvartiramizda yashagan 5 oy 6 oy yashagan biz kvartirada Moskvadaman. Biz kvartirada yashagan Olmos ismli bola nechinchi yilligi to'g'risi esimizda yo'q, bilmaymiz ham. Xullas Samarqanddan Loyishdan mendan 70 ming rubl olib, qarz olib, dokument qilaman, dadam kasal deb qarz olgan. Men uni qarzni Zolotoy Koronadan olib berganman. 28-fevralga to'layman degan, 28-fevralgacha ham qolmasdan 27-fevral kuni ertalab ishga deb chiqib ketib, qaytib kelmagan. Eshitsak uyiga ketib qolgan ekan. Shuni iltimos hamma blogerlarga iltimos, bu blogerlarga ko'proq tegishli bu gaplarim. Iltimos, kim ko'rayotgan bo'lsa, iltimos o'sha bolani menga topib bersalar yaxshi bo'lardi. Agar pulimni undirib bersangiz yaxshi bo'lardi. U bolani ukasini nomeri ham bor. Beraman. Bemalol telefon qilsangiz, dichkalaringizga tashab beraman. Kim so'radi, qaysi bloger so'rashdan qat'iy nazar. Telefon nomeri bor, rasmlari ham bor. Tashlangan cheklar ham bor. Telegram, WhatsApp'im bor. Meni profilimda telefon nomerim yozilgan. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Men hammasini tushuntirib beraman. 8926 929 81 47 nomerim. WhatsApp, Telegramim bor. O'sha nomerga telefon qilib bemalol so'rab olishlaringiz mumkin. Xullas, kvartiramizdan bir ikkitalardan qarz olgan. Xazay kvartirani pullarini ham bermay ketgan. Xazaykamizni pulini bermagan. Boshqalarning ham pulini bermagan. Militsiyaga tushib qoldim deb aldagan qolganlardi. Pul olgan 5 ming. Mendan 70 ming rubl olib, Zolotoy Koronadan qarz olib berganman o'sha 70 ming rublni. Endi hozir o'sha Zolotoy Korona tug'ib tashlayapti, har kuni protsenti oshib ketgan. Uni o'zishim kerak. Shunga iltimos yordamlaringiz kerak. Blogerlar diqqatiga yordam beringizlar.